Po'lat Alamdor mashhur bo'lish kerak, juda mashhur. Qashqarlar makonidagi hamma u haqida gapirishi lozim. Sen kimsan? Bizga bilgin kelyaptimi? Ismim Po'lat. Buningiz bilmaydi. Po'lat. Kim u Po'lat? Kim? Men ham birinchi eshitishim. Oldilaridan Po'lat degan bir odam chiqdi. Po'lat. Po'lat degani mana shu. Kim u Po'lat? Kim bu Po'lat? Kimning tanishi? Nima ish qiladi? Nimaga ishonib bunday bemalol harakat qiladi? Chaqirni yonidagi odamni surishtir. Sen kimsan? Shak qo'yadigan. Maydonga chaqiradigan kim bo'psan o'zi? 5-si qiziq odam. Kim? Po'lat chaqirdi do'stim. O'sha Po'latni ko'rdim. Kelishgan yigit ekan. Po'lat kim o'zi? Bilmayman, sen bilasanmi? Kim aytibdi? Po'lat. Po'lat kim o'zi? Kim bular o'zi? Kim o'zi bu Po'lat Alamdor? Men Po'lat Alamdor kengash qoidalariga amal qilib, adolat va qardoshlik nomidan hukm qilishga qasamyod qilaman.